Banda so'rasa g'azablanadi azizlar. Banda shunaqa. So'rasa g'azablanadi. Lekin Robbimiz so'ramasa g'azablanadi azizlar. Qarang marhamatini. Nimaniki bo'lsa so'rang. Bu yerda shunaqa bir muqaddas joyki azizlar, faqat til bilan emas, dilidan o'tgan narsa ham, hayolidan o'tgan narsa ham mustajab bo'ladigan joy. Shuning uchun nihoyatda tilimizni, dilimizni, hayolimizni ham ushlab tarbiya qilib turish kerak. Hazil mutoyibalar bilan har xil gaplarni gapirib yorishlik, bo'lmagan gaplarni gapirib yorishlik, bir-birlarimizga muomala qilayotganda gapirib yorishlik hazillashadigan joy emas bu azizlar. Biz buni juda ko'pini tajribamizda ko'rdik. Hazillashib bir gap gapirib qo'yib ham o'sha gapini mustajab bo'lib qolganini ko'rdik. Bundoq bo'ldi deb hazillashib qo'yganlarini oxiri oqibat qancha qiynalganini ko'rdik. Shaytonga tosh otishga ketayotganda hazil qilib, men shaytonga tosh otib kelyapman, hozir shayton bilan ko'rishib kelaman deganlarni 3 kunlab izlab yurib topa olmaganimiz bo'ldi. Bunaqa demang, hazillashmang degan gaplarimizga ham quloq solmasdan hazillashib chiqib, zo'rg'a bir joylardan topib kelganlarimiz ham bo'ldi. Duolar qabuliyatini ham ko'ryapmiz. Shuning uchun azizlar bu yerda mana shunday turish kerakki, hatto ba'zi solihlar aytadilarki, Ka'ba yonida turib duoyim qabul bo'lmasmikin deb gumon qilish Allohning rahmatini kichik sanash debdilar. Duoyim qabul bo'lmasmikin deb qo'yishlik Allohning rahmatini kichik sanash azizlar. Allohning rahmati keng. Alloh bandalarning duosini qabul qilaman deb va'da berdi. Shuning uchun bu yerda duolar bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Azizlar, kimdir bu yerga gunohlarini mag'firatini so'rab keldi. Kimdir qalbida farzand talabi bor. Kimdir shifo umididadir. Kimdir qarzdan qutulishni o'ylar. Kimdir tunlari hech kimga ayta olmagan dardini faqat Allohga aytish uchun keldi. Mana shu oramizda shunday insonlar borki, kechalari uxlamaydi, yuraklari siqiladi. Bugun endi o'shani ochib bemalol Alloh taologa murojaat qilish kerak. Duo qilishlik uchun biz duo kitoblarini ham qilib qo'ydik, kerak bo'lsa. Bo'lmasa o'zi qalbingizdan o'tgan har bir duolarni qilib bemalol Alloh azza va jalladan nima so'rasangiz so'raydigan bir joydasiz azizlar. Ehtimol boshqa joyda ko'zimizni yoshini ko'rsatmasmiz. Odatda erkaklar kam yig'laydi. Oilasidan yashiradi, bola chaqasidan yashiradi. Bugun esa ko'z yoshimizni yashirmaydigan bir makondamiz. Duolarning qabuliyatini qarang bu yerda. Agar ko'rgan bo'lsanglar bir narsa esimga keldi. Internetda bir afrikalik odam Ka'bani oldida turib, qo'lini duoga ochib, "Ya Rabbi, fulus" degan duosi rosa tarqadi. Ko'rgan bo'lsanglar, odamlar kulib, masxara qilib tarqatdi. U o'sha joyda turib, "Ya Rabbi, fulus" deganda, "Ya Rabbi, menga pul ber, dunyo ber, pul ber" deb so'rayapti. Yonida turgan bittasi aytayaptiki, "Jannatni so'ra, do'zaxdan panoh so'ra" desa, haligiga xo'p deb, "Allohim menga jannat bergin, orqasidan pul bergin" deb so'rayapti. Oradan bir yil, 2 yil o'tgandan keyin internetda o'sha odam chiqdi. O'zini qishlog'iga, o'sha Afrikaga borib, eng boy odamga aylanibdi. O'sha odamda o'zidan so'rashgan ekan, u aytayaptiki, "Men deyapti, shunaqa bir holatga tushib qolgan edimki, qarzga botib hech najot yo'q. Bola chaqamni boqishga ham, yurishga ham, umuman qarzdan qutulishim imkoniyati yo'q bo'lganda, men biror bir boy badavlat kishining darvozasini emas, Razzoq bo'lgan Allohning darvozasiga kelib yig'ladim. Alloh meni qarzimdan ham qutultirdi. Alloh menga o'zi g'oyibdan boyligimni ham berdi" deb yozibdi. Asli maqsadim qarzdan qutulish edi. Albatta bu degani hozir hammamiz tushib Allohdan xuddi o'sha pul so'rashlik emas. Ya'ni bu yerda nima so'rasa berar ekanda azizlar. Ana o'shuning uchun Robbim menga rizq bergin. Mana xonadonimga fayz baraka bergin. Allohumma inni as'alukal jannah. Alloh sendan jannat so'rayman, jannatul firdavsni so'rayman, do'zaxingdan panoh so'rayman deb
alloh taolodan umid qilib duo qilishligimiz kerak bo'ladi.